Hammaga salom do'stlar, men bugungi videoni boshladim. Bugungi videoda biz draft mana bu draftda jamoa tuzamiz. Bo'lmasam boshladik. Xo'sh, taktikani 4-5-1 qilib olamiz. Birinchi chiqadigan Cristiano. Birinchilardan bo'lib Cristiano chiqyapti. Yaxshi, Cristianoni tarkibga olib olamiz. Darvozaga Emiliano Martinez, chop qanot Nuno Mendes, Ruben Dias albatta. Xo'sh, Marquinhos tanlab olamiz. Juda qiyin tanlov. Reece James bilan Federico Valverde, albatta Federiconi tanlaymiz. Leao yoki Rafinha debdi. Rafinhani tanlaymiz albatta. Kevin De Bruyne. Pedri. Juda super sostav bo'layotgan joyda to'xtab qoldi. Menga masalan John McGinn yoqadi. Yaxshi o'yinchi. Bu yog'iga ko'p o'yinchilar bo'lib ketdi. Juda ko'p. Shuning uchun ham 77 78 bor ekan, shuni tanlab olamiz. Pickford. Boshqa sariq o'yinchi qolmadi. Kim? Ferland Mendy. Mesut Özil. Barrios. Paredes. McKennie. Charles de Ketelaere. Nico Williams. Pavlidis. Richarlison, Morata, Perez, Anza, Ultimate. Albatta Ultimate. 80-reytingli Dream Team bo'ldi, yaxshi. Bosamiz, xo'sh. Sostav ajoyib, eng kuchli sostavga bossak mana. Himoyaga tushdi. Diego Simeonening o'g'li Giuliano Simeone bu. Yaxshi o'ynaydi. Muhimi yaxshi o'ynaydi. Xo'sh, bitta match o'ynab videoni yakunlasak ham bo'ladi. Bo'lmasam birinchi raqibimiz Napoli bo'lar ekan. Xo'sh, Napoli bilan o'yinni boshladik. Giuliano Federico Valverde bilan yopib boramiz. Yaxshi, Valverde bilan yaxshi do'stlik. Pas De Bruynegacha yetib bormadi. De Bruyne o'zi olib qo'ydi, ammo jarima zarbasi. Ronaldoga pas berib qo'yishdi. Ronaldo qanotga oshiryapti. Qanotda Rafinha. Xo'sh, Rafinha ichkariga uzatadi. Krishkami? Yo'q, Krishka emas. Qo'yinayotgan ehtiyot bo'lish kerak. McTominay yugurtirdi, ammo olib qo'yapmiz. Simeone, Pedri, Ronaldoga edi, ammo Ronaldo noaniq bo'ldi. Ronaldoga pas. Fede, Simeone. Voy, noaniq uzatma. Xato bo'lmoqda. Ko'pni yana qaytarib oldik. Rafinha ortga oldi. Fedega, Fede pas berishga urinayapti. Cristiano. Ronaldodan uzoqdan zarba. Super gol. Ronaldoning ko'rishingiz mumkin, World Hero kartasi juda ham ajoyib kelgan. Timurni kuchaytirib 92 qilib kuchaytirib, udar 100 da. Mana udar 100 bo'lishining oqibati. 70 udar bilan Angliski, ya'ni darvozaning to'siniga tegib kirib kelyapti. Ajoyib gol. Xo'sh. Biroz tomog'im og'riganiga, ya'ni shamollab qoldim. Shuning uchun ham ovozim past chiqqan bo'lsa uzr so'rayman. Tomoq bo'g'ilib qoldi. Shunda ham sizlarga video olmoqdaman. Albatta qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilgan bo'lardim. Pas Pedri, Ronaldo, Valverde, Simeone.
Osimhen oldinga qarab yugurmoqda. Ichkariga uzatma bo'ladi. De Bruyne gol. Yaxshi gol Kevin De Bruyne tomonidan. Lobotka Valverde to'pni olib qo'yapti, ammo yo'qotmoqda. De Ligt, Mattis De Ligt ajoyib. Ikkita ketma-ket super podkast De Ligt tomonidan. De Ligt qopdan oldirib qo'ydi, ammo Marquinhos Semenyo birinchi taym 2 hisobida o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi taymda kim tushunamiz? Birinchi navbatda tayyorlab olmayapman. Mayli. Olibis, Fares, Makkinni tushunamiz hamda Dikatalar rekordini yo'qotmoqda. Xo'sh, nima bo'larkan bu yerda? Pas. Mo'minton kaptonni olib qo'ydik. Mana aniq pas berdik. Ishda to'lamiz Mendes. Yaxshi Ruben Dias kaptonni kalla bilan chiqarib yubordi. Ronaldo qanotda Charles de Catalare o'tib ketyapti. Ish ochilishini poylamoqda, menimcha Cristiano yo'q. Darvozabon Milinkovic Savic to'sib qo'yapti to'pni. Ronaldoga yetib bormasdan. O'tib ketishiga yo'l qo'ymadik. Makin ichkariga uzatma kirish. Yo'q, darvozabon to'sib qo'yapti. Ajoyib zarba edi. Darvozaga zarba bo'ldi bu. Noaniq pas edi o'zi. Darvoza tomoniga qarab aylanib ketdi va Mendes kaptonni olyapti. Ruben Makkin olmayapti. Pavlidis, Krish, Ronaldo o'zi terib chiqadimi deymanda. Ronaldo uzoqdan zarba berishga ulgurmay qoldim. De Ligt, Makkin, Krishga pas edi, ammo noaniq. Milinkovic Savic, Pavlidis, Barrios. Yo'q. Darvoza bo'sh edi, foydalanolmadim. Zarba, ammo Emiliano Martinez to'syapti. Krish pas berdi ortga, ammo o'tmayapti. Xo'sh, birinchi o'yinimiz yakunlanadimi deymanda o'tayotgan paytim Cristiano zarba, ammo darvozabon Milinkovic Savic qaytarmoqda. Krishga pas, Krish qanotda Makkinni ko'rdi. Makkin ichkariga uzatma bo'ladi, menimcha o'tmadi. Out. Yo'q. O'yin tugadi. Cristiano Ronaldo eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Birinchi o'yin 2-0 hisobda g'alaba bilan yakunlandi. Yaxshi g'alaba. Yamal chiqibdi va Son Heung-min chiqyapti. O'yinchi ham zo'r o'yinchida. Vaqtida quturgan o'yinchilardan. Lamine Yamal hozirda yaxshi o'ynamoqda. Va biz bugungi videoni to'xtatsak ham bo'laveradi.